Sud qaror chiqaradi, muhri bosadi, umrbod qamoq. Ammo Lidiyaning onasida ham DNK test o'tkazilganda u barcha bolalarning buvisi bo'lib chiqadi. Ya'ni ona emas, lekin uning onasi buvi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Nahotki genlar avloddan avlodga o'tib, onani chetlab o'tgan bo'lsa? Ha? Albatta yo'q. Aslida Lidiya genetik ximera bo'lib tug'ilgan ekan. Bu bitta mavjudotda bir vaqtning o'zida ikkita genetik xususiyatning bo'lishidir. Qadimgi Yunoniston afsonalarida ximer sher boshli, echki tanali va ilon dumli maxluq sifatida tasvirlangan. Bavariya ertaklarida esa tovuq qanotli quyon bug'u haqida hikoya qilingan. Lekin Lidiya boshqacha ximeraga aylangan. Ikki Homo sapiens bir tanada yashagan. Bu qanday sodir bo'lgan? Hali embrionlik paytidayoq Lidiya egizak singlisini yutib yuborgan va ularning tanalari to'liq birlashib ketgan. Shu sababli Lidiyaning hujayralarining yarmi o'ziniki, qolgan yarmi esa singlisiniki. Aynan shu hujayralar tahlilga olingan. Tasavvur qiling, tug'ilmagan singlisi Lidiyaning butun tanasi bo'ylab bir tekis tarqalib, u bilan aralashib ketgan. Bachadon Lidiyaniki, qon esa singlisiniki, bir barmoq biridan, boshqa barmoq ikkinchisidan, xullas ajratib bo'lmaydi. Lekin unda bu bolaning onasi kim bo'lgan?